qisqacha tushuntiraman. Tomondan to'g'ri otishi. O'q qo'yiladi, oqibati tepaga qaraladi. O'qimiz tekis turishi kerak. Ya'ni bunaqa qishi turishi kerak emas, o'qimiz tekis bo'lishi kerak. Mana bu joyi qo'l tegdi, qo'l bilan tekis turib, bittadan bo'lishi kerak. Xo'p, kamon mana bunda ushaladi. Mana bunda ushalmaydi. Shunaqa joy bilan itarladi. Nomiga qattiq siqilmaydi. Bir 3 ta barmoq bilan tortiladi. Hop. Bitta barmoq o'qqa tepasida, ikki tepasida. Qattiq siqilmaydi, o'q mandaqasiga ham tortilmaydi, mandaqa qo'shib olmaydi. Barmoqning yumshoq joyi bilan bitta tepaga, ikki tepasiga shunday qo'yiladi. Hop. O'qqa tortayotganimizda o'q tortamiz. O'qqa pati, hop, mana texnikam bo'yicha o'qqa pati labga kelib tegadi. Doim bir xil joyga kelib tursa, o'qinglar bir xil uchadi. O'qqa bundoq tortsangiz boshqacha boradi, bundoq tortsangiz boshqacha bo'ladi. Ko'proq tortsangiz boshqacha uchadi, kamroq tortsangiz boshqacha uchadi. Har doim bir xil uchish uchun texnika, mendagi texnika o'q tortaman, yuzimga teg'izaman, labimga olib kelaman shu patani. Mana shu joydan, mana shu A tochkadan doim A tochkaga kelib tursa, o'qinglar har bitta otgan o'qinglar deyarli bitta joyga olib keladi. Agar har xil tortilsa, har xil joydan qanday olinsa, har xil joyda. Agar sizga bet noqulay bo'lsa, siz mana bizga qo'yishingiz mumkin. Qulog'ingizga hamma har xil o'ziga qulay bo'lgan holatda o'q patini olib kelib o'sha joyga qo'yadi. Ya'ni maqsad o'q doim 10 ta o'q patingizdan bir xil joydan chiqishi. Hop, tortasiz. Ishda bor mana yelka mana shunday ishlaydi. Kurayli ishlaydi bitta. Yelka bilan kuray ishlaydi. Tortayotganda mana bu tortilmaydi o'ziga. Yonmachasi turiladi va mana bu qo'lni pastiga tushib ketmaydi, tepaga ko'tariladi. Tortdingiz, otdingiz. O'qimiz mana unga tegdi. Hop, endi keyingisida pritsel qanaqa nastroyka qilish hozir ko'rsataman. Hop, pritselni to'g'rilashimiz uchun 10 metr uchun alohida, 15 metr uchun alohida, ya'ni o'zgaradi bu. Pritselimiz ham bunda turibdi. Biz o'sha o'zimizning texnikamiz bo'yicha nishonga otamiz. Hozir o'q qo'yamiz mana. O'q qo'yib turib tortdi, texnika bo'yicha tortdi, mushkiga qaradi, mushkani tortmada o'ngga olib oldim. O'ngga olib borib otdim. Endi hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. O'ngga olib borib otdim. Meni o'qim hop mana mushkani men agar o'ngga tegizgan bo'lsam, olib kelgan bo'lsam, o'qimiz bu yoqqa tegyapti. Demak, o'q tepaga va o'ngga ketdi, chapki taraf ketdi. Demak, hozir buni bu yoqqa olsak, to'g'ri joyga olamiz. Demak, mushkani bizni bu yerda mana buriyimizda burab turib, o'qimizni tepaga ketganligi uchun buni ozgina tepaga ko'taramiz va buni bo'shatib turib, mushkani chaprog'iga suramiz, chunki o'qimiz chapga qarab ketdi. Ya'ni buni yechamiz. Hop. Siz to'g'ri texnika bilan o'nni poylayapsiz, o'qingiz kelib bu yoqqa mushka oldingiz, lekin bu yoqqa kelib tegmadi. Bu yoqqa tegdi. Demak, ozgina teparoq mushkani ko'tarishimiz kerak bo'lib, keyin chaproq o'tkazishimiz kerak. Agar o'qimizni hop pastga kelib tegdi deylik, demak mushkani pastroq tushiramiz va o'nroq qilamiz. Agar bunday tegan, bunday tushgan bo'lsa, o'qimiz bunday kelayotgan bo'lsa, demak o'qimiz mushkamizni ozgina pastroq tushiramiz. Ya'ni siz olayotgan mo'ljallingiz 10 ni olyapsiz, lekin 3 ta o'q otyapsiz. 3 ta o'qda perestrelka qilinadi. 3 o'qingiz ham mash atrofiga ketyapti. Demak, siz o'sha mushkangizni mushkada mana buni aytaman. Shuni o'sha joyga yo'naltirishingiz kerak bo'ladi. Qayerga borib o'qingiz tegayotgan bo'lsa, 3 o'qingiz mushkani o'sha yoqqa olib borib to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. 3 ta otasiz, o'qingiz ko'chnis deganda bitta joyga bir-biriga yaqin kelishi. Siz 3 ta o'q otdingiz, 3 xil joyga tegayotgan bo'lsa, demak texnikangiz noto'g'ri bo'ladi. Texnikangizni to'g'rilaysiz, otasiz, o'qingizni ko'chnisi qayerga borib tegayotgan bo'lsa, mushkani o'sha yoqqa to'g'rilaysiz bo'ldi.